Ertadan keyin 1-aprel sanasidan boshlab naqd pulga savdo qilishlar bekor qilinadi. Ya'ni uy-joyga oid tizimini hozir sizlarga qisqacha qilib tushuntirib beraman. Diqqat qilib turing-da. Uy sotib olmoqchisiz, misol 500 million pulingiz bor. 500 million pulni endi naqd olib borib oldi-berdi qilmaysiz. Notarius hujjat, ya'ni notarial idoralar atmenon qiladi, qaytaradi sizni. Pulingizni olib bankka olib borasiz, hisob raqam ochirasiz va hisob raqamga qo'yasiz. Uyni sotayotgan odam ham bankka boradi, hisob raqam ochiradi va siz uni hisob raqamiga 500 millionni o'tkazasiz. O'sha o'tkazish orasida bank foizi boj, ya'ni 206 ming so'm pul bir martalik boj oladi. Xoh u 500 million, xoh u 1 milliard yoki 10 milliard bo'lishidan qat'iy nazar. Va sizga kvitansiya beriladi, haqiqatan to'landi degan. Kvitansiyani olib borib uyda pulni o'tkazib bergan odam tasdiqlaydi, kvitansiyani olib borib notariusga beriladi va uyda sizni nomingizga o'tkazib beradi. Mana bu naqd pulsiz onlayn shaffof tarzdagi yangi tizim hisoblanadi. Buni hech qanday uyda ko'tarilib ketishi yoki tushib ketishiga 100% lik daxli yo'q, qisman daxli bor. Ozroq miqdorda uylar tushadi, ozroq miqdorda uylar ko'tariladi, lekin katta summa aylantira olmaysiz. Ya'ni katta summaga ta'siri yo'q buni. Sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni Denov makleri ulashdi.